Hammaga salom. Bugun men sizlarga bir qizning yolg'iz o'zi uyiga hujum qilgan ko'plab dahshatli maxluqlardan himoyalangan film haqida gapirib bermoqchiman. Bu xuddi uyda yolg'iz filmining dahshatli variantiga o'xshaydi. Bu Najot yo'q, seni hech kim qutqarmaydi nomli film. Sabr bilan videoni oxirigacha ko'rsangiz, u albatta sizni hayron qoldiradi. Shu video izohlarida yozilgan ismlardan keyingi videodagi ismlarni olamiz. Va biz boshladik. Samira ismli qiz shahar tashqarisidagi Wi-Fi'ning simi yetib bormagan chekka bir uyda yashaydi. U buyurtmachi uchun yangi ko'ylak tikishni tugatadi va shaharga jo'nash uchun uydan chiqadi. Bundan oldin u maysazorda o't o'smagan g'alati doirani payqaydi va uni sug'orishga qaror qiladi. Samira shaharga jo'naydi va qo'shnisi bilan so'rashadi, lekin qo'shni unga javob qaytarmaydi. Qani o'zimizni o'zbekcha mehmondo'stlik. Kichik shaharchadagi deyarli barcha odamlar bechora qizga yomon munosabatda bo'ladi va u pochta qutisiga yashirincha bir jo'natma tashlaydi. Shundan so'ng u vafot etgan onasining qabriga boradi. Samira mashinasiga qaytayotganda bir politsiyachi va ayolni ko'rib ulardan yashirinadi. Uyda u Ruxsora ismli bir qizga maktub yozadi. Chunki qabristondagi ayol va erkak o'sha qizning ota-onasi edi. Samira xuddi shahardagi boshqa odamlar kabi o'ziga yomon munosabatda bo'layotgan uzum marketda yetkazib berishda ishlaydigan yigitni payqaydi. U jo'natmani uloqtiradi, lekin bu Samirani xafa qila olmaydi, chunki unga o'zi yasayotgan shaharcha uchun yangi uycha kelgan edi. Va shu joyda agar sizga filmimiz zerikarlidek tuyulayotgan bo'lsa, sizni xursand qilmoqchiman. Birinchi tundagi bo'ladigan voqealardan keyin bu film sizni oxirigacha qiziqishda ushlab tura oladi. Kecha ajoyib bo'lib, u yoqimli ichimlik ichish bilan birga ko'p vaqt oldin qilgan bir narsadan afsuslangancha maktubini yozib tugatadi. Ruxsora va Samira bolaligida eng yaqin do'stlar bo'lishgan. Qiz uxlaydi va tunda elektr ta'minotida uzilishlar boshlanadi. Lekin bu bilan biz o'zbeklarni qo'rqita olmaysiz. Chunki bizda bunaqa narsalar ko'p bo'lib turadi. Samira tashqaridagi g'alati tovushlardan uyg'onadi. Kimdir axlat qutisini titkilayapti va qiz yovvoyi hayvonni haydash uchun turadi. Uyda chiroq yonmaydi va qiz zim-ziyo qorong'ida ochiq turgan kirish eshigiga tomon yuradi. Samira uyda kimdir yurganini va xuddi qo'rqinchli tushlardagi kabi tovushlar chiqarayotganini eshitadi. Bu aniq. Tuz so'rab chiqqan qo'shniga o'xshamas edi. U derazalar ortida nimadir yugurib o'tayotganini ko'radi. Qiz orqaga tisariladi va tasodifan g'ichirlagan tovush chiqaradi. Maxluq uni darhol payqaydi. Samira esa o'z xonasida yashirinadi va eshik ortida unga yaqinlashayotgan jonzot ovozini eshitadi. U xonaga kiradi. Jonzot derazadan oshib tomga chiqadi va xuddi tepa qavatda yashaydigan qo'shnimning bolalaridek shovqin sola boshladi. Samira shu zahoti o'rnidan turadi va derazani yopadi. U pastga tushadi va telefon qilmoqchi bo'ladi, lekin trubkada dahshatli g'ichirlashni eshitadi. Butun uy bo'ylab g'alati narsalar yuz bera boshlaydi. Hammasi tugagach, u ro'parasida o'zga sayyoralik maxluqni ko'radi va bu maxluq qochayotgan uy bekasini ayovsiz quva boshlaydi. Kelginda telekinez xususiyatiga ega va qizni o'zi tomonga tortadi. Lekin qiz ham bo'sh kelmay, uchli narsani maxluqning boshiga sanchadi. Kelginda tinchib qoladi. Samira esa tun bo'yi derazada o'tirib o'ziga keladi. Faqat ertalab u o'rnidan turib, uning tanasini ko'zdan kechiradi. Samira uni ustini yopadi va politsiyaga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ladi. Lekin chiroq o'chgani uchun iloji bo'lmaydi. Shunda u shaharga jo'nashdan oldin kirish eshigini katta tog'asidan meros bo'lib qolgan divan bilan to'sib qo'yishga va o'zini tartibga keltirishga qaror qiladi. Mashina ham yurmaydi va shunda Samira sog'lom turmush tarziga rioya qilishga qaror qildi. Yo'lda u qo'shni uyiga yaqin joyda ag'darilib yotgan pochta mashinasini ko'radi. Qo'shnining uyida ham bugun vayronagarchilik bo'lgandek ko'rinardi. Qiz uning maysazorida ham o'znikiga o'xshash doiralar borligini payqaydi. Samira shaharga keladi va dugonasining ota-onasi bilan uchrashadi. Ular negadir qizga nafrat bilan qaraydi. Ayol esa hatto yuziga tupuradi. Samira bu yerda yordam kutish bekorligini tushunadi va ketadi. U uyga yetib olish uchun avtobusga o'tiradi va shahar bo'ylab kelgindilarni qo'ndirish uchun hududlar belgilanganini ko'radi. Bir payt avtobusga bir erkak, o'sha pochtachi o'tiradi va qizga orqadan yaqinlashadi. Samira uni itaradi, lekin erkak jamoat joylari qoidasini yaqqol buzgan holda uning orqasidan sudralib kelishda davom etadi. Hujumchiga yana bir qiz qo'shiladi va haydovchi avtobusni to'xtatadi. Samira avtobus ichidan dahshat bilan qochib chiqib ketadi. U boshpana topish umidida cherkovga yuguradi, lekin cherkov yopiq edi. Kech kira boshlaydi. Va Samira shahar ustida rangli chaqmoqlar o'ynagan ulkan momaqaldiroq buluti paydo bo'lganini ko'radi.
Ehtimol faqat u nima sodir bo'layotganini tushunadi. Bu kosmik bosqin. U uyga qarab yuguradi va yo'lda signal qabul qilayotgan antenna singari turgan odamlarni ko'radi. Qiz yuguradi va uyga yetib kelgach, o'zi yo'qligida bu yerda hech kim bo'lmaganini tushunadi. U o'zini qo'lga oladi va o'sha sariq devni minishga qaror qiladi. Samira uyni va o'zini mudofaaga tayyorlashni boshlaydi va tunda yana bir narsalar ro'y beradi. Kuchli nur derazadan tushib tinchigan o'zga sayyoralikning tanasini ko'zdan kechiradi. Boshqalar uni tashqariga olib chiqadi va aftidan o'ch olishga hozirlanadi. Kelgindilar ichkari kiradi va uyni tintuv qila boshlaydi. Samira stol tagida yashirinib, qo'lidagi qaychisini tayyor holda ushlab, butun boshli koinot texnologiyalariga shu enasidan qolgan qaychi bilan qarshi tura olishiga ishondi. Qizni hayratga solgan holda kelgindilar hujum qilmaydi, balki o'tirib, keyin qaychilarni uning qo'lidan urib tushiradi va qizning qo'lidagi bir suratni ham tortib oladi. Bu esa qizga tepa qavatga qochish imkonini beradi. Lekin u yerda ham uni bakakallalik, o'zga sayyoralik kutib turgan edi. Samira uning qo'lini tishlab oladi. So'ngra u oldindan tayyorlab qo'ygan barcha oshxona jihozlari va qaynayotgan suvni ham kelgindiga qarata otadi. Lekin bu pakanani yanada ko'proq g'azablantiradi va unga katta bakakalla ham yordam berishga kelib, o'z nuri bilan qizni harakatsiz qoldiradi. Kichik kelgindi esa yana yo'lakka chiqadi va gaplashmoqchi bo'ladi. Qiz hali tushunmaydi, lekin ular qizni o'ldirmoqchi emasdek ko'rinadi. Qahramonimiz xonaga yashirinadi, lekin kim bilsin, ehtimol uni o'ldirmoqchi ham bo'lishayotgandir. Jang davomida Samira kichik kelgindini tayoqqa qadab yiqitadi. O'zi esa derazadan sakrab chiqadi. Ko'chada unga yana avtobusdagi erkak hujum qiladi. U qizni kosmik nurga tiqib, kemaga olib ketmoqchi bo'ladi, lekin Samira qochib qutuladi va oldida deyarli uydek keladigan ulkan maxluqni ko'radi. Maxluq o'z qarindoshlarini chaqiradi va Samira ularning qichqiriqlarini hamma tomondan eshitib, juda ko'p ekanliklarini anglaydi. Maxluq pastga tusha boshlaydi va unga tomon yuguradi. Lekin ulkan maxluq aslida tupoy bo'lib chiqadi. U mashina ichida tiqilib qolib ketadi. Qiz oqib chiqayotgan benzinga o't qo'yadi va kosmosdan kelgan mehmonni uning o'zidan tayyorlangan shashlik bilan mehmon qiladi. Endi hammasi ortda qolgandek tuyulardi. Lekin yana nur paydo bo'lib Samirani kemaga tortmoqchi bo'ladi. Ammo u yana uyga yashirinadi. Shu payt uning xonasida o'zga sayyoraliklardan biri uning fotosuratlarini va ustaxonasini o'rganayotgan edi. Samira unga orqadan hujum qilmoqchi bo'ladi. Lekin kelgindi telekinezdan foydalanib uni uloqtirib yuboradi. Qiz qancha qochishga urinmasin, kosmik nur uni topib olaveradi va oxir oqibatda kelgindilar unga yaqinlashadi va mushuklarga o'xshash ovozlar chiqara boshlaydi. So'ng maxluqning og'zidan bir narsa, qandaydir parazit uchib chiqadi. U qizning og'ziga kirib oladi va shu lahzada u qo'rquv va og'riqdan qichqirib, o'z karavotida uyg'onadi va bu shunchaki tush bo'lganini ko'rib, juda xursand bo'lib yengil tortadi. Samira kulib pastga tushadi va u yerda eng yaqin dugonasini ko'radi. Keyin uzr so'raydi va qo'lini tomog'iga tiqib, xuddi qo'shni mahalladagi lo'li xotindek najosatni olib tashlaydi. Ma'lum bo'lishicha, parazit uning fikrlashini o'zgartirishga uringan, lekin Samira buni sezib, uni chiqarib olgan. Nur yana paydo bo'ladi va parazit Samiraning tashqi qiyofasidan nusxa ko'chirib, unga o'xshash tanani yaratadi. Butun shahar bo'ylab o'xshash nurlar paydo bo'ladi. Samira o'rmonga boradi va u yerda o'z nusxasini uchratadi. Nusxa uni bir umrga almashtirish uchun tinchitmoqchi bo'ladi, lekin Samira ham o'z pichog'ini chiqaradi va javoban ishlatadi. Kosmik nusxa azob tortib yerga yiqiladi va Samira unga achindi. Yaralangan qiz yo'l bo'ylab ketadi va ulkan maxluqqa duch keladi. Shundan so'ng uni nur tortib olib ketadi. Samira kosmik kemaning ichida hushiga keladi. Atrofida kelgindi yurardi. U qizga teginadi va biz qizning xotiralarini ko'ramiz. O'tmish Samira eng yaqin dugonasi bilan janjal paytida uni bosh qismiga tosh bilan urib nobud qilib qo'yadi. Kelgindilar uning butun hayotini skaner qilgan va odamlardan farqli o'laroq uni bor holida qabul qilishgan. Va ular qizni yana yerga qaytarib yuborishga qaror qilishadi. Oxirida baxtli qiz bog'da turgancha, endi unga yaxshi va iliq munosabatda bo'layotgan qo'shnilarni ko'radi. Chunki bular umuman odamlar emas. Ular o'zlarini odamlar sifatida ko'rsatayotgan o'zga sayyoraliklar edi. Shundan keyin butun shaharcha boshqacha yashay boshladi. Lekin Samira baxtli. U raqsga boradi va osmonda kosmik likopchalar uchayotganini ko'radi. Va shu bilan film nihoyasiga yetadi. Menimcha bu film bexosdan o'zining eng yaqin dugonasini umriga zomin bo'lgan qizning ichki kechinmalari va oxiri o'zini kechirishi va hayotga qaytishi haqida.
Siz bu haqida nima deb o'ylaysiz? Shu haqida kommentlarda yozib qoldiring. Shu video atiga 500 ta like yig'ishi bilan keyingi videoni yuklaymiz. Ko'rishguncha, xayr do'stlar.